Oldi ko'rinishlariga bitta baho beramiz. Qafasimiz gold rangga bo'yaganmiz. Qafasimizni juda ham chiroyli holatda yonib turibdi qafasimiz. Haqiqatan ham yonib turibdi. Mana svitlari tashqarida, ichkarida ham svitlari yonib, yorug' bo'lib turibdi qafasimiz. Qafasimiz razmerlari uzunligi 2,5 metr, eniga 90, balandligi 2,30 santimetrga ajratilgan. Oyoq roliklari mana juda ham chiroyli holatda, yengil harakatlanadi qafasimiz. Keyingisiga keladigan bo'lsak, mana mokri ko'rinishga ega bo'lgan qo'noqlari chiqadi, mana chiqadi. Portichkalarni xohlasangiz qo'nog'ini olib qo'yib ishlatishingiz mumkin, xohlasangiz qo'nog'ini qo'yib ishlatishingiz mumkin. Pastda esa mana sitrokopterlar uchun kirib ketadi va nirjvinkalari bor mana bu yerda. Ichlarida 30 dona uyalari va bitta parlash xonalari bor. Pollari juda ham mustahkam, odam kirsa bemalol ko'taradi. Bunisi esa mana uydan qasr qilib olganmiz qafasimizni ko'rib turibsiz. Uyingizni pasatiga ham tushiradi. Tashqida mana ikkita svit, ikkita portichka, pastida bitta mana portichkalari mavjud. Setkalari juda ham qalin holatda, ichkarida esa 40 dona uyalari va parlash xonalari mavjud. Kimga shunday xizmatlarimiz kerak bo'lsa, pastda nomerlarimizni qoldiramiz. Bizni kuzatib boring. Aloqaga chiqing, biz bilan bog'laning. Dastavkalarimiz mavjud. Uyingizni posatiga qarab ham, rangiga qarab ham kataklarimizni tayyorlab berishimiz mumkin. Rahmat, Ramazon hammaga muborak bo'lsin.